Hurmatli obunachilar, bu hovlini oldindan qo'yganmiz. Egalari sotmayotgan bo'ldi. Ana endi esa pul zaril sotishga tayyor bo'lishdi. Adresi bilan aytib ketaman. Mexanzati yo'l usti. Shundagina Mexanzati zapravkasining ko'chasidan shunday kiriladi. 50 metr. Ana shu hovlimiz sotuvda. Shuni birgalikda obzor qilamiz. Ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Kirish darvozaxonamiz. Toshlar yetib qo'yilgan. Akkuratni qilib. Birinchi xonamiz mehmonxona. Xona bor, mehmonlar yotoqxona. Ko'rib turganlaringlar suv keladi. 24 soat mexanizatorga. Bismillah. Bu tarafga mana katta zalda qilib qo'yilgan ekan. Bu tarafga holda bitta spalnimiz. Spalnimiz ham akkuratligina. Bu tarafga detskiy xona. Bu tarafga yana bitta yotoqxonamiz. Uyimiz polnisda kafil terilgan ekan. Bu xonamiz oshxonamiz. Ko'rib turgan mebellar hammasi qoladi. Uydagi ichidagi mebellar ham qoladi. Bu tarafga hammomimiz, kladovka, o'choqxona, yana kladovka, to'g'ridan hojatxonamiz bor. Bog'imiz ham chiroyli ekan. Kechga shunday o'tirib, choy chanchi o'tsa bo'laganda. Kimga qiziq bo'lsa bu hovlimiz, egalar nomerini taylab ketamiz. Bemalol savdo qilib olsanglar bo'ladi. Real olayotgan realni qilib beradi. Pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilaveringlar.